Assalomu alaykum birodarlar. Demak, bugun biz sizlar bilan til o'rganishda eng muhim bo'ladigan, ya'ni til o'rganishning eng asosi bo'la oladigan narsa, ya'ni bizda reja tuzish, plan tuzish. Ko'pchilik o'quvchilar so'rashadi, qanaqa qilib plan tuzish kerak, qanaqa qilib reja qilib o'qish kerak. Ana shuni bugungi darsda inshaalloh zo'r qilib, chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, vaqt cho'zmasdan boshlaymiz. Avvalo til o'rganish bizda 4 ta asosiy qobiliyatlar bor. Ya'ni birinchisi o'qish, ilki, ikkinchisi eshitish, tizki, yozish bo'lsa sigi, gapirish maragi. Ayni shu 4 ta bizdagi qobiliyat bizni til o'rganishimizdagi asosiy o'rganishimiz kerak bo'ladigan qobiliyat bo'ladi. Demak, bu yerda farqlab chiqqanmiz, ya'ni input bor va output bor. Ya'ni bular nima? Bizda o'qish va eshitish qobiliyatimiz bizda input deyiladi. Ya'ni biz uni tashqaridan, tashqi manbadan biz o'zimizga olamiz. Ya'ni kitob o'qiymiz yoki qandaydir darslikdan narsa o'qiymiz va bu bizga miyamizga kiradi. Ikkinchisi bo'lsa eshitish. Eshitish bo'lsa, u ham tashqi omillardan, ya'ni kimdirdan eshitishimiz mumkin yoki qandaydir audioni eshitib, miyamizga ma'lumotni singdira olishimiz mumkin. Va ikkinchi bizdagi bo'ladigan holat output, ya'ni miyamizda bo'lgan narsani biz yozish, ya'ni yozish, qandaydir ma'lumot yozish yoki qandaydir insho yozish, essay yoki bo'lmasam shunga o'xshagan yozuv mashqlarini qilib biz miyamizdagi ma'lumotni chiqaramiz. Ikkinchi output bo'lsa bizda maragi, ya'ni gapirish. Ya'ni miyamizda to'plangan ma'lumotni biz gapirish orqali tashqariga, ya'ni tashqi omil sifatida chiqazib bera olamiz. Ya'ni bizda shu input va output bor. Til o'rganishimizdagi bo'ladigan holatlardan. Endigi navbat bizda rejalash. Qanday qilib rejalashtiramiz? Ya'ni misol uchun biz qandaydir imtihonga yoki IELTS, TOEFL, TOPIK, SK shunga o'xshagan til imtihonlariga tayyorlanish vaqtida biz qanday qilib rejalashtirishimiz kerak kunlarimizni, ana shunga biz hozir yechim berib o'tamiz. Demak, rejalash 3 bosqichdan iborat bo'ladi, ya'ni 3 ta omil bizga kerak bo'ladi. Birinchisi, ya'ni muddat. Biz til o'rganishimizda muddat qo'yishimiz kerak. Ayni bu muddatdan, ya'ni misol uchun sentyabrdan noyabrgacha mana shu vaqt oralig'ida men tayyorlanaman degan biz muddat qo'yishimiz kerak. Bu muddat hammani o'zini imtihoniga va o'zini shaxsiy vaqtiga qarab har xil bo'lishi mumkin va o'ziga xos bo'lishi mumkin. Bu hammada har xil bo'ladi. Va keyingisi, bu bizda ikkinchi material. Material deganda, ya'ni kitoblarimiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam bizdagi test imtihon varaqlari, mock testlar, so'zlar, vocabulary, ta'no, shunga o'xshagan biz o'quv darsliklarimiz bu bizda material bo'ladi. Va uchinchisiga kelsak, uchinchisi bizda bu kunlik planer. Ya'ni bu har kuni, misol uchun, ertalab uyg'onganingizda qandaydir kitob bo'lishi mumkin yoki bu qandaydir ilova bo'lishi mumkin. Ana shu bizdagi kunlik planerimizga qarasak, bizda turish kerak. Ya'ni bugun mana shu vazifalarni qilishim kerak va har kunlik bizda nima qilishimiz kerak, ya'ni nima qilishimiz kerak bo'lgan bizdagi yozuvlari, ya'ni mashqlarimiz, testlarimiz ana shu kunlik planerga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ana shular bizga rejalashda kerak bo'ladi. Xo'p, endi rejalashni tushundik, nima kerak bo'lishini. Bizda keyingisi, biz hozir 103-topik imtihoni, ya'ni noyabrda, 16-noyabrda bo'ladigan topik imtihoniga koreys tili tayyorlanuvchilari qanday qilib reja tuzish kerakligi va qanday holatlarda, ya'ni qaysi shu reja bo'yicha qancha natijaga erishishini biz taxminiy hisoblarda hozir amaliy, boya aytganimdagi amaliy mashq orqali biz hozir tuzib ko'ramiz. Ana shu plan bo'yicha. Demak, bizda 103-topik imtihoni 16-noyabrda bo'ladi. Demak, muddat 16-noyabrgacha ekan. Okey. Bizda keyingisi, biz hisoblab chiqamiz. Bugungi sana 28-sentyabr bo'lsa, 16-noyabrgacha bizda 49 kun vaqtimiz bor. Ya'ni 49 kun vaqtimiz bizda tayyorlanish uchun qoldi degani.
Endi shu 49 kunimizni biz soatlarga bo'lib chiqamiz. Chunki bizda akademik soatimizni aniqlab olishimiz kerak bo'lgan majburiyat bor. Demak, bizda 49 kunni 24 soatga ko'paytiramiz. Ya'ni bir kun 24 soatdan iborat va 49 kun ichida necha soat, necha ming soat borligini bilishimiz uchun shu ishni qilyapmiz. Demak, ko'paytirganimizda bizda 1176 akademik soat bor ekan. Ana shu soatni endi biz kuniga qancha dars qilsak, qancha soat chiqishini bilib olishimiz kerak. Demak, kuniga o'rtacha endi bu hammani o'ziga bog'liq bo'ladi soatni tanlash. Men bo'lsa 6 soatni tanladim. Kuniga 6 soat dars qilishni tanladim. Ya'ni 49 kun ichida, ya'ni 49 kun har kuni 6 soatdan dars qilsak, demak umumiy 294 soat, deyarli 300 soatga yetib qolar ekan. Ya'ni biz shu kun mobaynida 300 soat, 294 soat akademik dars qilgan bo'lamiz. Endi okey, hisobladik. Bu bizga nimaga kerak edi? Bu bizga mana shu akademik soat dars qilganimizda, ya'ni biz hozir biz qilishimiz kerak bo'lgan soatni hisoblab qo'ydik. Ya'ni bizda qancha soat bor edi, qanchasini darsga ajratdik. Ana shularni hisobladik va keyingi qiladigan ishimiz bizda demak bu yerda yozilganki 294 soat, ya'ni akademik soat shug'ullansak qancha ballga o'stirishimiz mumkin. Buni men TOEIC imtihonini nazarda tutyapman. Ya'ni TOEIC imtihonida birinchi bo'ladimi yoki ikkinchi imtihoni bo'ladimi? Ayni siz 294 soat tayyorlansangiz, sizda, ya'ni tayyorlanishda ham qanaqa? Ayni yaxshi to'g'ri metodlar bilan, to'g'ri darsliklar va bizdagi intizom bilan tayyorlansangiz, siz 30-40 ballingizni oshirishingiz mumkin. Ana shu 294 soat ichida. Ya'ni bizda 30-40 ballimiz oshar ekan. Misol uchun hozirgi ballingiz 120 bo'lsa, 30-40 ball olsangiz, demak 3-darajdan 4-darajaga yoki bo'lmasam 4-darajada bo'lsangiz hozirgi 5-daraja olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam TOEIC 1 ga qaytsak, agarda hozir siz shug'ullansak, ya'ni ballingiz 2 gibga yetmayotgan bo'lsa, shuncha soat dars qilsangiz 2 gibga yetishingiz mumkin. Ana shuni hisoblab beradi. Demak, bizda deyarli 300 soat akademik vaqt bor. Endi buni biz nima qilishlarimizga bo'lib chiqamiz. Nima qilishimiz kerak bu oralig'ida? Demak, 100 soatini biz input, ya'ni boya aytib o'tdik, inputga nimalar kiradi? Bizda o'qish va yozish, ya'ni eshitish va o'qish to'g'rirog'i, ya'ni ilkiy va titkiy bizda input eti. Ya'ni biz 100 soat mobaynida titkiy va ilkiy mashqlarni bajaramiz. U xoh tekstdan bo'lsin, xoh yoki bo'lmasam test materiallaridan bo'lsin, ana shu titkiy ilkiy imtihondagi savollarni tahlil qilishimiz mumkin, ichidagi so'zlarni yodlanadi. Ana shu mashq bizda inputga kiradi. Demak, keyingi 100 soatimiz biz outputga, ya'ni maragi va sigiga sarflaymiz, ya'ni yozish va bizdagi gapirish ko'nikmasiga sarflaymiz 100 soatimizni. Demak, keyingisi bizda 100 soat takrorlash, ya'ni bu yer input va outputda qilgan ishlarimizni, ya'ni yodlagan so'zlarimizni, qobiliyatlarimizni, grammatika, mavzu, yangi informatsiya, ana shularni 100 soat mobaynida biz takrorlashga sarflashimiz kerak har kuni. Ya'ni takrorlash bilim olishning 50% ga teng. Ana shu ishni qilganimizdan keyin bizda bir savol tug'iladi. Demak, biz hisoblab ko'rdik 294 soat akademikni. Ya'ni bu bizga qanday yordam beradi? O'zi avvalo bu soatni qanaqa qilib hisoblab borishim kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Demak, bizda bu uchun yechim bor. Ya'ni 2 ilova bor. Buni Play Market yoki App Store ilovalaridan yuklab olishingiz mumkin. Ya'ni birinchi ilovamiz Time Balance, ikkinchisi Focus to Do. Qaysi bir ilova o'zingizga qulay bo'lsa yoki ishlata olishingizga qulay bo'lsa, ana shundan birini olib, yuklab olib turib ishlatishingiz mumkin. Va shu o'rinda bizda yana bir savol tug'iladi. Boya aytib o'tgan kunlik plannerni qayerdan olsak bo'ladi degan. Bu bizda, ya'ni material va kunlik plannerni Telegram kanalimizga tashlab qo'yganmiz.
Telegram kanalimizning nomi bo'lsa kuchukcha Kibo Korean yoki bo'lmasam описаниеda ссылка qoldirganmiz Telegram kanaliga o'tish uchun. Demak, yana shunga o'xshagan savollar bo'lsa, dars qilish yoki bo'lmasam studiyaga oid qanday savol bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Albatta, qo'ldan kelgancha keyingi video darsliklarda ana shuni qanday qilish kerakligini tushuntirib beramiz. Demak, videoni shu yergacha ko'rgan barcha birodarlarimizga rahmat deb, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.